Hamkorlik va kelishuvda keyinchalik nizolar sudgacha bormasligi uchun nimalar qilish kerak? Birinchidan, korporativ bitimlaringiz ta'sischilar o'rtasida albatta yozma shaklda kelishilgan bo'lishi lozim. Ikkinchidan, ustav va ta'sis shartnomalaringizdagi yozilgan holatlarga e'tibor bering. Uchinchidan, agar ikkita tomondan biri o'sha biznesni boshqarish yo'li bilan o'z ulushini kiritayotgan bo'lsa, ya'ni olaylik, A ismli shaxs 100 million so'm sarmoya kiritadi, ulush kiritadi, B ismli shaxs esa o'sha ulushga monand ravishda biznesni boshqarish holatini, mas'uliyatini o'zini zimmasiga oladi. E'tibor qiling, agar mana shu holatlar ustavda, ta'sis shartnomasida keltirilmagan bo'lsa, bilim, ko'nikma, malaka, boshqaruv huquqlari yozilmagan bo'lsa, baholanmagan bo'lsa, ertaga mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan, biznesni boshqarayotgan shaxsning o'ziga jabr bo'ladi. Ya'ni u kompaniyadan hech qanday ulush ola olmaydi. Mana shu holatlarga tushib qolmaslik uchun bizni kuzatishda davom eting va men sizlarga kerakli ma'lumotlarni berishda davom etaman.